Hammaga assalomu alaykum. Bizga pochta kelgan. Pochtani olib raspakovka qilamiz. Har doimgidek, hop. Savollar bo'lsa lichkaga yozing. Kommentariyalarga yozing. Video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, do'stlarga ulashing. Qani, davom etamiz. PlayStation olib kelib oldik. Endi buni raspakovka qilamiz. Xo'p, video yoqsa like bosishni unutmang. PlayStation 3 bu. Demak, ma'lumot o'rnida aytib ketganda. Demak, paketga o'rab, sarafanga o'rab yuborgan ekan. Buni ochamiz, kirmamiz, ko'ramiz. Xo'p, demak ochdik. Birinchi o'rinda boshni originalniy joystick turibdi. Bu yerda demak HDMI kabel, zaryadnoy va pitaniya kabellarimiz bor. Va bizda originalniy joystick. Sony'ni o'zi. Hop, mana Sony. Xo'sh. Demak, versiyamiz shunda bo'ladi. 2000 versiya. 2000 versiya. Plombamiz yo'q. Xullas, bugungi mana shu obzor. Hozir buni tekshirib ko'ramiz, bo'ldi. PlayStation'ni yoqdik. Tekshiramiz. Pрошивкali. Ultimani bor, o'yinlari bor. Nastroykasini ko'rib olsak. Wow. 500 gigabayt. Yaxshi, juda ham ajoyib. Zo'r. Yaxshi xarid bo'ldi. Video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, do'stlarga ulashing, kommentariyalarga yozib keting, Telegram ichga bu yerda. Kelgusi videoda ko'rishguncha paka.